Bismillahirrahmanirrahim. Banda bu ojiz azizlar. Va bandachilik bilan xato qilib qo'yishligi bor haqiqat. Bu bizni ojizligimiz. Bandani bexatosi hech qachon gunoh qilmaydigani bo'lmaydi azizlar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki, har bir odam bolasi borki, u xato qiluvchidir. Mana shu xato qiluvchilarning eng yaxshilari bu tavba qiluvchilari deganlarda. Shuning uchun albatta bir banda borki, u xato qiladi. Xato qilganimizdan keyin tushkunlikka tushib qolmasligimiz kerak. Tamom degan noumidlikka o'tib qolmaslik kerak azizlar. Bir xilgilar aytadiki, Alloh saqlasin, rosa meni gunohim ko'p, meni kechirarmikin yoki undoqmikin, bundoqmikin, endi biz nima bo'lsa bo'lgan, bunaqa gaplarni gapirishlik o'zi gunoh. Siz bunaqa demang. Siz qilgan gunohlaringiz uchun tavba qiling, Allohga istig'for ayting. Sizni gunohingizni kechiradigan bandasi emas, Alloh azizlar. Siz Allohning rahmatini naqadar ulug' ekanligini, rahmatini naqadar buyuk ekanligini bilmaysiz. Allah Qur'onda aytadiki, "Estaizu billah, innalloha yuhibbut tawwabin va yuhibbul mutatahhirin" deydi Alloh. Albatta Alloh tavba qiluvchilarni va poklanuvchilarni yaxshi ko'radi.